أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anfal suresi 1. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Sahabilerin senden Bedir uruşuda kolga kelgen ganimetlerini ulanın arasında qandaq taqsim qilishing to'g'riliq so'rashudi. Ularga aytqinki, ganimetlerning taqsimoti haqida hukm berguvchi Allah va uning payg'ambaridir. Allah'ның payg'ambari uni Allah ko'rsatgan bo'yicha taqsim qilib beradi. Allah'tan qo'rqinglar. Onunğa asilik qilishdan hazar aylanglar. G'animat to'g'risida talash tortish qilishdan saqlaninglar. Oranglarni tuzanglar. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Chunki iymon sizlarning Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishinglarni talab qiladi. Haqiqiy mu'minlar Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan. Qur'onning oyatlari tilovat qilinsa, iymoniga iymon qo'shiladigan. Har ishda Allohga tayinadigan, Allah'tan boshqasiga umid bog'lamaydigan, uningdan boshqasidan qo'rqmaydigan kishilardir. Ular namozni o'z vaqtida mukammal o'qiydigan, biz ato qilgan pul moldan biz buyurgan joylarga sarf qiladigan kishilardir. Yuqorqi amallarni mukammal qiladigan oshu kishilar Allah nozil qilgan vahiyga dilida iymon keltirib, amaliyatida isbotlagan haqiqiy mu'minlardir. Ularga Allah'ның dargohida yuqori martabalar, gunohlariga mag'firat va esil rizq bor. Ey mu'minlar! Sizlar g'animat to'g'riliq ixtilof qilishganda, Allah uni sizlardan ilib payg'ambar alayhissalomning taqsim qilib berishiga topshirgandek, ey payg'ambar, Rabbing seni o'z hikmati bilan Quraysh qabilasining Shamdan kelayotgan karvonining oldini to'sish uchun chiqishga buyurdi. Müminlerden bir guruh kishi urushga chiqishni yoqtirmagan bo'lsa-mu, bu Allah sana Jibril orqali vahiy qilish bilan amalga oshirgan ishdir. Ey payg'ambar! Müminlerden bir guruh kishilar haqiqat oydinlashgandan keyinmi, go'yo ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek urushga chiqmaslik uchun sen bilan munozirlashyotdi. Ey talash tortish qiluvchilar! O'z vaqtida Allah sizlarga mushriklarning karvoni bilan mushriklar qo'shinidan iborat ikki guruhdan birining qo'linglarga tushadiganligini va'da qilgan edi. Sizlar bo'lsanglar karvonni urushsiz qo'lga tushirishni yoqtiratdinglar. Allah o'z amri orqali islomni g'alabaga erishtirishni, kofirlarni yo'qotib, ularning yiltizini quritib tashlashni xohlaydi. Allohning bunday qilishi mushriklar qanchalik yomon ko'rib ketsa-mu, islomni va musulmonlarni aziz qilish, sherik aqidasini va mushriklarni butunlay yo'q qilish uchundir. Allah'ның sizlarga Badr urushi bo'lgan kunida ato qilgan ne'matini aslanglar. O chaqda sizlar Allohdan dushmanlaringlarga qarshi nusrat talab qilgan edinglar. Allah sizlarga oqima-oqi tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb tilakinglarni qabul qilgan edi. Allah bu nusratni faqatli sizlarga g'alabadan bishorat berish, ko'nglinglarni orom topqizish va Allohning yordamiga ishosh qilishinglar uchun qildi. Yordam sizlarning kuch-quvvatinglardan emas, faqatli Allah tarafidan keladi. Allah padişahlıqida hammadan g'olibdir, tadbirlarida va belgilamalarida hikmat bilan ish qiluvchidir. O'z vaqtida Allah sizlarni dushman qo'rqinchidan tinchlantirish uchun sizlarga yengil bir uyqu beg'ishlagan edi. Allah sizlarni zohiriy paskinachiliklardan poklash, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish, qalbinglarni mustahkam qilish va qumliqda qadaminglarni mazmut turg'izish uchun sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan edi. Ey payg'ambar! O'z vaqtida Rabbing Badr urushida mu'minlarga yordam qilgan farishtalarga, men sizlar bilan billa, sizlarga yordam beraman. Mu'minlarni jihad maydonida mustahkam turg'izinglar. Men kofirlarning dillariga qattiq qo'rqinch va xorliqni solaman degan va mu'minlarga, ey mu'minlar, kofirlarning gadallariga qilish bilan uringlar. Ularning putqullarining hamma bo'g'imlariga qilish bilan chepinglar deb vahiy qilgan edi. Kofirlarning gadallariga qo'llarining hamma bo'g'imlariga mundaq qattiq qilish urilishi ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi chiqqanligi uchun edi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqadi ekan, Alloh uni dunyo va oxiratda qattiq jazolaydi. Ey kofirlar! Sizlarga kelgan bu azob qilmishinglar uchun bu dunyoda berilgan jazodir. Shunga sizlar buni mushu dunyoda tetinglar. Oxiratda bo'lsa sizlarga do'zax azobi bor. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon etgan va islom shariati bo'yicha amal qiladigan kishilar. Sizlar urush maydonida kofirlar qo'shini bilan uchrashgan chig'inglarda hargiz qochmanglar. Agar qochsanglar yengilib ketsizlar. Shunga sizlar urush maydonida mustahkam turinglar. Shunda qilsanglar
Allah sizlar bilan birga bo'ladi va dushmaninglarga qarshi sizlarga nusrat ato qiladi. Kimki dushmanni qaymoqtirish yoki urush qilayotgan mu'minlar qo'shiniga qo'shilishidan boshqa bir g'araz bilan jang maydonidan qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga tegishli bo'ladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey mu'minlar, Badr urushida mushriklarni sizlar o'ltirmadinglar, balki ularni Alloh o'ltirdi. Chunki ularni o'ltirishinglar Allohning yordami bilan amalga oshdi. Ey payg'ambar, bir siqim to'pini kofirlarga otgan chig'ingda uni sen otmading, balki uni Alloh otdi. Chunki uni kofirlarning ko'ziga tekkizgan zot Allohdir. Allohning mundaq qilishi mu'minlarni sinash, ularni jihad orqali yuqori martabaga yetkazish va ne'matlarini tonitish uchundir. Shaksizki Alloh oshkor qilgan va yushirgan barliq gap so'zinglarni, duo va munojotlaringlarni anglab turg'uchidir, bandalarga nimaning foydali ekanligini bilguchidir. Mushriklarni mag'lub qilish, ularga etilgan to'pini ularning ko'ziga tekkizish, dushmanlarga qarshi yordam berish orqali mu'minlarni sinash qatorliq ishlarning hammasi Allohdan mu'minlarga ato qilingan in'omdir. Allah kafirlarning hiyla-mikirlarini cho'qim mag'lub qilguchidir. Shuning bilan kafirlar ya haqiqatni qabul qilib musulmon bo'ladi yoki urushib halak bo'ladi. Ey kafirlar jamoasi, agar sizlar Allohning azobining haddidan oshgan zolimlarga tushishini tilasanglar, bilinglarki Alloh azobini sizlarning ustinglarga tushirgan chaqda sizlarning talabinglarni ijobat qilgan edi. Chunki sizlar haddinglardan oshgan zolim qavm sizlar. Agar sizlar Allohni, uning payg'ambari Muhammad alayhisalomni inkor qilishdan va u payg'ambarga dushmanlik qilishdan voz kechsanglar, bu sizlarning dunyo va oxiratliginglar uchun yaxshidir. Agar sizlar Muhammad alayhisalomga dushmanlik qilishga va uningga qarshi urush qilishga qaysanglar, bizmi uningga yordam qilishga, sizlarni Badrda mag'lub qilgandek mag'lub qilishga qaytamiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, Badr urushida sizlar ko'p qo'shinliq turuqliq, oz qo'shinliq mu'minlarga yengilgandek yengilisizlar. Qo'shininglarning ko'p bo'lganligi sizlarga asqatmaydi. Shaksizki Alloh yordami va nusrati bilan mu'minlarning yenididir. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon etqanlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilib, sizlarga nimani buyurgan bo'lsa shuni qilinglar. Sizlarni nimadan to'sgan bo'lsa shu ishdan qaytinglar. Sizlar o'zingizlarga o'qib berilayotgan Qur'on oyatlarini anglab turib, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan bosh tortmanglar. Ey mu'minlar, sizlar mushriklar bilan munofiqlarga o'xshash Qur'onning oyatlarini anglasa, uning ma'nosini o'ylamay va hech bir tafakkur qilmay turib, quloqlarimiz bilan angladik degan kishilarni doğramanglar. Shubhisizki Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni quloqlari haqiqatni anglashdan to'silib qolgan, tili haqiqatni aytishdan qochib qolgan kishilar bo'lib, ular Allohning buyurgan va to'sqanlari haqida qilcha aqlini ishlatmaydi. Agar Alloh ularni biray yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga Qur'onning vaz-nasiyatlarini anglatadi va ularga Allohning oyatlarini va dalil paketlari ustida aqllarini ishiltatdi. Lekin Allohga aniq ma'lumki, ularda qilcha yaxshilik yo'qdir. Ular iymon etmaydi. Navoda ularga Qur'onning haqiqatlarini tushuntirib anglatgan taqdirdami, ular hammani bilib va tushunib bo'lib, yanada iymon etishdan, haqiqatni qabul qilishdan bosh tortadi. Ular hech bir yo'l bilan haqiqatga yuzlanmaydi. Ey Allohning yaratquchi egi ekanligiga, Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanligiga iymon keltirgan kishilar, Alloh va uning payg'ambari sizlarga dunyo va oxiratda haqiqiy baxtlik hayotga erishtiradigan haqiqatga chaqirgan chaqda sizlar uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh hamma ishni boshqaruvchidir. U inson bilan uning ko'ngli istagan narsa o'ttirsida to'saq qo'ya oladi. Rabbinglarning da'vatiga ovoz qo'shishinglar kerak. Hamma ishning hukmronligi uning ilkididir. Bilinglarki, qiyomat kuni sizlar cho'qim Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Shu chaqda Alloh hammanglarga tegishlik mukofot yoki jazoinglarni beradi. Ey mu'minlar, sizlar oranglardagi yomon ish qilib, o'zga zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmay, yomon ishni to'sishga kuchi yetadigan turuqliq, to'smagan yaxshilarning beshiga keladigan umumyuzlik azobga duchor bo'lib qilishdan hazar aylanglar. Bilinglarki, Allohning azobi uning amr farmonlariga xiloflik qilganlar uchun to'liq qattiqdir. Ey mu'minlar, Allohning ne'matini unutmanglarki, o'z vaqtida sizlar Makkada oz edinglar. U yerda bo'zaq qilingan edinglar. Makkalik kofirlarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar.
Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada makonlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalardan rizq berdi. Urushlarda olgan g'animatlaringlarmi buning jumlasidandir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar Allohning buyurganlarini qilmaslik, to'sqonlardan yanmaslik bilan Allohga va uning payg'ambariga xiyonat qilmanglar. Sizlar omonatga vafo qilishning zarurligini bilib turib, Alloh sizlarga topshirgan omonatlarga xiyonat qilmanglar.